Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun planimiz bo'yicha arshanba kuni e'tiqodiy masala, ya'ni e'tiqodchilik hayotimizdagi biz yo'l qo'ygan bir qism masalalar va bir qism muhim nuqtalar, muhim mazmunlar, bizga tushunishimiz muhim bo'lgan bir qism mazmunlarni ustida to'xtalgan shu programmani hozir mazmunni tayyorlab qoldiribdiman. Bugungi bu mazmunda asosan shu 3 nuqtani markaz qilib biroz so'zlab o'tay, endi tayyorlay dedim. Shuning uchun mening umid qilganim mazmunni boshdan oxir anglab chiqsanglar degan bir umidda. Ya'ni o'tirdan u yerdan anglab xato tushuncha bo'lmasin degan bir umiddaman. Birinchisi bo'lsa bizning bu programmalarning tubki maqsad, tubki yildizi nima desa, bizning e'tiqodimizning o'sib yetilishiga eng muhimi Xudoning so'zini tushunishimizga, chuqurroq tushunishimizga yordam bo'lish uchun qurilgan bir programma. Shuning uchun men bu dunyoning har qaysi yashayotgan Uyg'ur e'tiqodchilarining e'tiqodchilik hayoti, e'tiqodidagi duchor bo'lgan bir qism masalalar ustida biz o'zaro shunaqa so'zlash orqali, o'zaro paranglashish orqali texmo bir-birimizdagi yaxshi bo'lgan ulgili joylarni bo'lsa o'zaro o'rganib, bir qism bizdagi muhim bo'lgan va yoki biz to'liq tushunmayotgan ojiz nuqtalar bo'lsa, texmo bir-birimizni o'rganib, to'liqlab, rag'batlanib, ilhomlanib, shunaqa bir Uyg'urlarning bir e'tiqodchilik, bir hayoti bo'lsin degan bir umiddaman. Shuning uchun birinchisi bo'lsa bizning birinchi nuqta bo'lsa mening bizning programmalarimiz, ya'ni biz hozir yaratilish tunigan birinchi bobni so'zlab o'tdik. Shuning asosan bu mazmunlar biz endi mening sizlarga bir taklifim, bir qilmoqchi bo'lgan taklifim, bu mazmunlarga taklifim nima desa, biz shu kundagi mazmunni, ya'ni har kuni biz anglab, har kuni biz kitobni ko'rib, mayli siz bizga bu program bo'yicha yaratilishni tang qilib men yoki kunda boshqa mazmunlarni o'rgangan bo'ling yoki boshqa mazmunlar orqali o'zingiz o'z oldingizga o'rganib borayotgan mazmunlar bo'lsin. Shu mazmunlarni siz o'rgangan vaqtingizda buni boshqa birisi bilan ham bahrlangan vaqtingizda va yoki shu mazmunlarni o'zingiz shu kunlik mazmunni o'zingiz qisqacha yig'inchoqlab xotira qilib qoldirgan vaqtlaringizda bunun bir önümü, yani bunun bir özünüzün hayatınızdaki bir önümü bo'lsa, biz gündelik uzunluqni yeb, shularni biz o'zimizning tenimizga lozimlik bo'lgan vitamin, uzuqlarni to'liqlab, kunda bir sog'lomligimiz uchun tamoqlarni, uzuqlarni to'liqlatgan o'xshash, biz gündelik Xudoning so'zlari, Xudoning haqiqatlarini o'rganish orqali bu so'zlar, bu haqiqatlar bizning qalbimizga, hujaylarimizga, bizning mijoz xarakterlarimizga, bizning tabiatimizga asta singib, Xudoning tabiati, ya'ni dunyoga mazmun chiqqan mazmun bo'yicha Xudoning obrazi. Ya'ni biz gunohkor bo'lgan, biz gunohdan keyin bizningki buzilgan bir gunohkorlik tabiatimiz egallab olgan bizning shu asli Xudo bizni yaratgandagi shu obrazimizni gunohlik tabiatimiz besib olganga o'xshash. Lekin biz Xudoning so'zi orqali, Xudoning haqiqatlari orqali Rabb Aysoni ulgu qilib turib, biz har kun Xudoning so'zi bilan o'zimizni yengilishimiz to'g'ri keldi. Shuningga o'xshash biz Xudoning so'zini kundalik muhim bo'lgan nuqtalarni, muhim bo'lgan so'zlarni amal va hayotimizda shuni tatbiqlagan vaqtimizda, hayotimizni yashab chiqarish uchun biz diqqat qilib, shularni izlangan vaqtimizda bu Xudoning so'zlarimi bizning hayotimizda nihoyat ro'shan holatda o'zgarishlarni paydo qiladi. Lekin bu so'zlarni biz anglab qo'yib, o'qib qo'yib kunda bulardan faqat o'zimizga bir tasallilar olsam bo'ldi, faqat so'zlarni o'qib anglab qo'ysam bo'ldi desak, buni lekin biz hazm qilib hayotimizga tatbiqlab chiqarmagan vaqtimizda bu xuddi biz bir restoranga tamoq yegilib kirib, o tamoqni biz masalan pasta İtalya çöp yeyli deyli. Ondan sonra bunun biz nurgun türü bağımız. Şunun birini bu kaymak demlikken bununla samsak, piyaz, yoki bir
çöp bir narsalar kerak mavi bo'lsa pomidor tamlikka degan o'sha bir tarkibini anglablam ha ma'qul men tarkibini bildim ma'qul rahmat xo'sh deb minib chiqib tamoqni yemay biz faqat tarkiblarini anglab chiqib ketganga o'xshashli bir shunaqli bir misol bo'ldi. Shuni biz yenilam tamoqni ko'rgan bilan uning tarkiblarini bilgan bilan biz o'zimiz yemasak bu badanimizga uzuq olmaydi, bizga kuch quvvat olmaydi. Shuning uchun endi kechiringlar bunday misollar olganligim uchun, lekin demoqchi bo'lgan yana teklif fikrim nima desa, amal va kundalik o'rgangan mazmuningizni qisqacha yig'inchoqlab bir nuqta bo'lsin, ikki nuqta bo'lsin, qisqacha bo'lsin, atrofingizga birsiga tushuntirib, ya'ni munozirlashishingiz bo'ldi. Masalan, tungi mazmunda yaxshi degan so'zni misol oldik va yoki vaqt bilan mangulik degan so'zlarni misol oldik. Shular to'g'risida atrofingizda agar e'tiqod qarindoshingiz bo'lsa, musulmon qarindoshlaringiz bo'lsa-mu, ularniki yaxshi degan o'lchamga bo'lgan qarashini so'zlash orqali biz o'zaro qarashlarni munozir qilish orqali bu bir ular bilan haqiqat to'g'risida bir yetkazish, haqiqat to'g'risida munozira bir so'rinni hozirlaydi. Vaqt bilan mangulik bu temalar har qanday odamga o'rtaq bo'lgan temalar. Shuning uchun bumi boshqalar bilan bizning e'tiqodimiz haqiqatni Xudoning haqiqatini boshqalarga yetkazadigan bir fursat, munozir fursatlari bo'ldi. Agar o'xshash e'tiqod qarindoshingiz bo'lsa, bunday narsalarni o'zaro munozir qilish orqali texmo e'tiqodingizda o'sib yetilish va kunga Xudoning so'zidan kelgan qalbingizga kelgan shodlik, xotirjamlik, tinchlik, oromliklar sizga hamroh bo'ldi. Shuning uchun mushu mazmunni bir ta'kidlab o'tay dedim. Anandan keyin yana bir mazmun bo'lsa, ta'kidlab o'tmoqchi bo'lgan yana bir mazmun bo'lsa, muqaddas kitobni o'qiganda diqqat qilish deyish ishlayni qanday muqaddas kitobni qanday o'qisak yaxshi bo'ladi degan o'sha shunday mazmunlar. Chunki bizda nurg'un usullar, har bir kishining o'ziga tushlik usullari bor. Ya'ni kitobni o'qishda, kitobni o'qigandagi o'ziga xos muvofiq bo'lgan har birisining usullari bor. Lekin bu vaqtda yana diqqat qilish deyishik ba'zan nuqtalar bor. Chunki shu nuqtalarga diqqat qilmagan vaqtlarimizda asallonmalqi Xudoning so'zini, muqaddas kitobdagi mazmunlarni to'g'ri tushunamay, ya'ni cho'nqurlik bilan tushunamay, yuzaki tushunish holatlar paydo bo'ldi. Shuning uchun bir muqaddas kitobni o'qigan vaqtimizda biz odatda doim ta'kidlaydigan mazmunlar nima desangiz, uning bütün bir mazmunni, bütün bir tekstdə, bütün bir tekstning bütün bir mazmunni to'liq ko'rishga to'g'ri keldi va bütün tekstning asos markaziy deysi, nimani markaziy deya qilib ma'lumot ularni anglashga to'g'ri keldi. Andan keyin bu kitob, ya'ni bu so'zlarni kimga qanday ahvol sharoitda qanday birsizlarga yozdi degan o'xshash buning tarixiy arx ko'rinishi, buni o'quvchilar, ya'ni anglag'uvchilar so'zligichi kim, anglag'uvchilar kim, ular qanday ahvol ostida bu so'zlarni shuna so'zildi degan nuqtalarni ba'zan vaqtlarda bu nuqtalarni sal qarashga bo'lmaydigan nuqtalar, bularga diqqat qilish kerak. Shuning uchun biz andan keyin biz nima deymiz, muqaddas kitobning bir bo'lagini echiblam, bir abzas mazmunni o'qiblam, shuni o'zimizning hayotimizga tatbiqlashdan biz yana diqqat qilishimiz kerak. Chunki buni bir bo'lakning albatta hammasi Xudoning so'zi, biz hammasi hatto buni bir tal cheklariga qadar bizning hayotimizga noiti unumli bo'lgan so'zlar, Xudoning muqaddas so'zlari. Lekin buni biz tushunmagan vaqtimizda, boshdan oxir tushunmagan vaqtimizda shu xato bo'lgan tushunchalar orqali xato bo'lgan iqimlar shakllandi. Shuning uchun muqaddas kitobni o'qiganda biz diqqat qilishimiz tegishli narsalar bor. Tushunish tegishli bo'lgan, biz farq etish tegishli bo'lgan so'zlar, ahvollarmi, usullarmi bor deganga o'xshash. Yana birisi muqaddas kitobni o'zimizning ahvolimiz, tushunchimizga selib tushunish emas, balki Xudoning so'zini, Xudoning irodasi, Xudoning haqiqati bo'yicha tushunib, o'zimizning hayotiga muqaddas so'zni, Xudoning so'zini o'zimizning hayotimizga tatbiqlashimiz kerak. Lekin o'zimizning hayotimiz, ahvolimizga Xudoning so'zini moslashtirish emas, o'zimizning hayotini muqaddas Xudoning so'ziga moslashtirishimiz kerak. Ya'ni Xudoga o'zimizning ritmini moslashtirishimiz kerak. Buni biz diqqat qilish tegishli eng muhim mazmun deb qarayman. Shuning uchun andan keyin yana birisi ba'zilar muqaddas kitobni o'qigan vaqtda tanlab o'qiydi. Ya'ni bu xuddi
көктат таллыганга окшойчу. Көктат таллыган яктырганнылам, өзлөрү яктырганнылам окуйду. Özürü bek düşenmegen yoki özürü bek yaqtırmaganlarni tashlab o'qiydigan, atlab o'qiydiganlar bor. Shunga o'xshash buni mushunday ahvollardan ba'zanda saqlanishimiz kerak. Chunki har bir so'z, ya'ni har bir bo'lak, har bir mazmunning buningda bizga yetkazmoqchi bo'lgan markaziy ideyalari, Xudoning so'zlari, ma'lum bir ideyalar bor. Shuning uchun bularni ya'ni muqaddas kitobni o'qigan vaqtimizda tanlab o'tib ketishdan, o'zimiz yoqtirgan mazmunlarni tutib ularni bir o'zimizga bir tasalli uchun o'qishdan saqlanishimiz kerak. Yana birisi Xudoning so'zi, ya'ni Xudoning so'zlarining haqiqatini insonning tushunchi, dunyo qarashi, ya'ni ko'z oldidagi ishlarga bog'lab qo'yib, ya'ni bir tor doirada tahlil qilishdan ya'ni saqlanishimiz kerak. Buningda biz cheksiz bo'lgan Xudoning kuch qudrati, mehr shafqati, Xudoning qilgan işlerini biz özümüzün tar bo'lgan dairemiz ichiga bog'lab qo'yib, o'zimizning turmush ahvoli, sharoitlarimizga bog'lab qo'yib, o'zimizmi ümidsizlanadigan, tushkunlashadigan, endi birisi Xudo bo'lgan tushunchimiz tarlashadigan shunday ahvollar paydo bo'ldi. Chunki biz insonlar o'zimizning tafakkurimiz bilan bog'lanib, fikr xiyollarimiz ichida tafakkur qilgan vaqtimizda mushunaq ahvollardan saqit qilib bo'lmaydi deb qarayman. Shuning uchun biz har vaqt muqaddas kitobni o'qigan vaqtimizda o'zimizning qalbimizni avval paklab, Xudoning so'ziga markazlashtirib, o'zimizning ahvollarimiz, sharoitlarimizni avval tashlab qo'yib, Xudoning so'ziga markazlashtirib, shu mazmunda, ya'ni Xudoning nima demoqchi bo'lganligini, Xudoning qilgan ishlariga, Xudoning xarakterlariga, Xudoning kimligiga, shunday asosan Xudoga markazlashtirib o'qisak, bence biz muqaddas kitobni o'qib, tushunib, uni tahlil qilgan vaqtimizda bizga ko'p yordam bo'ldi deb o'ylayman. Shu mazmunni qisqacha to'xtalay deb o'yladim. Andan keyin eng oxirgi masala bo'lsa, bu tunugun men chiqarib qo'ygan, ya'ni bu bir qarindishimizning kelgan savol, ya'ni muqaddas tilda duo qilishga oid masala degandi. Shuning uchun bu muqaddas tilda duo qilish, ya'ni fangyan da'o deb bu biz ko'pincha anglagan bo'lishinglar mumkin. Buni biz shunday bir tushunish emas, shunday bir so'zlash emas. Men o'yladim, buning bir manbasi bor. Har qanday bir narsaning kelish manbasi bor, uning tarixiy ara ko'rinishi bor. Shunday masalalarni, kelish manbalarini, andan keyin bu narsa paydo bo'lganda muqaddas kitobning naridan qaysi so'zlardan shunday bir xato bo'lgan bir o'qimlar paydo bo'ldi degan narsalarni biz o'ylab o'tishimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu ustida bir tafsil kerak. Bunun muqaddas so'z kitobning narida qanday usulda chiqqan, qanday usulda tilga ilingan so'zlar, bu so'zlar, bu mazmunlarning roli, bu so'zlarning qo'llanishi, shunday narsalarni, shunday bir jarayonni konkretroq so'zlab o'tsam to'g'ri bo'ldi ekan degan xiyolda men chiqarib qo'ygandim. Shuning uchun buni boshdan oxir diqqat qilib anglab chiqishinglarni umid qilaman. Agarchanda to'liqlaydigan o'zinglarning ko'z qarashi bo'lsa, endi men qoldirib qo'yishinglarni umid qilaman. Lekin tunugun shunday bir savol bor, shunday bir tahlil qiladigan javob, to'xtaladigan bir savol bor deb chiqarib qo'ysam, ba'zanlar buni xato tushunilib, ya'ni shu xil eqimning odami shu xil ideyani taqib tutadi deb o'ylagan qarindoshlarmi bor ekan. Lekin mening buni chiqarib qo'yish, bunday har bir nuqtalar ustida to'xtalishdagi sababim dal bizning shunday bir xato tushunchalarda qolmasligimiz uchun, shunday bir tushunishimiz cho'nqur bo'lmay yoki bularga tunishimiz bo'lmaganligi uchun asallom shunday bir eqimlarga, shunday bir ideyalarga farq etmay shularni qabul qilishimizdan saqlanish uchun, ya'ni bizda bir farq etish qobiliyati bo'lsin degan maqsadda, degan shunday bir o'y fikrda men chiqqandim. Chunki bu har birimiz bir farq etish, ya'ni biz o'ylanishga tegishlik, ya biz tushunish tegishli bir masala. Bu chunki har bir jamoat, mayli Osiyo tarafdagi jamoatchilar bo'lsa, mayli Yevropa tarafdagi jamoatchilarning jamoat xarakteri o'xshamaydi. Jamoat xarakteri o'xshamasligi qarab, ideya aqimlari o'xshamaydi. Lekin men bizning Uyg'ur jamoatchiligining to'g'ri bo'lgan Xudoning so'zi ustiga
üstüge qurulup, Xudoning so'zi ustida o'sib yetilib, Xudoning so'zi ustida mustahkam turishini, Xudoning so'zini texim chonqur tushunishini umid qilaman. Shuning uchun har bir kichik nuqtalar bo'lsin-u, har bir narsalar bo'lsin, bular bir qatimdan to'xtalib o'tay degan niyatda, maqsadda men buni o'ttirg'a chiqardim, ya'ni ta'kidlab o'tay dedim. Xo'sh, unda bo'lsa bu savolga kelaylik. Yana bir qarinishimiz so'ragan savol-di bu. Ya'ni mushunaq noma'lum til, ya'ni muqaddas tilda duo qilishni biz qanday tushunsak bo'ldi degan bir savol bo'ldi. Ya'ni noma'lum tilda buni ko'pincha anglagan bo'lishinglar mumkin. Ham ko'pinchalar jamoatlarda, bu pastorlarda yoki torlarda ta'lim anglagan vaqtlaringlarda ancha-muncha uchrab turdi bu so'zlarchu. Lekin biz avval bularni kelish manbasini bilishimiz kerak. Bu so'z noma'lum muqaddas tilda duo qilish degan bu so'z nereden kelgan degan narsani biz avval tushunishimiz kerak. Aslida bu muqaddas tilda duo qilish degan narsa bizning kitobimizda, yangi kitobimizda buni noma'lum tilda so'zlash degan narsani degandan kelgan. Manbasi shu. Bu narsa, bu noma'lum tilda so'zlash degan bu so'z gerekçe buni glossa yoki glossa deb mushu so'zdan kelib chiqqan. Amaliyotda bu yangi ahdining ko'p yerlarda uchraydi. Masalan, biz bu glossa degan so'z nima desa, birinchisi til. Til, ya'ni biz o'zimizning og'zimizning ichidagi tilingni chiqar degan vaqtdagi til. Ikkinchisi bo'lsa tilimiz. Uyg'ur tili, boshqa til, ya'ni so'zlaydigan tillarni ko'rsatadi. Shuna bir ikki xil ma'nosi bor. Yine bu ma'ni jihatdan, asosan ifodalash jihatdan bizning tilimizga o'xshab qoldi. Bu so'zlar nalarda paydo bo'ldi desak, eng oldi bilan bu so'z nereden chiqdi degan vaqtimizda Hazrat Aysoning qilgan ishlari ustida so'zlagan vaqtida bu glossa degan so'zning ishlatgan o'rni bor. Ya'ni birinchilab Markus bayon qilgan xush xabar 7-bob 33-oyat. Anandagi 7-bob 35-oyatlarda bu til, og'zimizdagi til. Yani bir gaz ve kaça, gaz tiliğir bir kişi kilip Rabeysağı nıkan vaxtıda, o Rabeysağı kişinin tılığa kolu tükürüp kolunu nıkan vaxtıda, tekizgen vaxtıda o adam zuvan gildu diyen vaxtıdaki şu vaxtdaki işletilgen söz glossa, yani til diyen söz. Anınki bu Luqa bayan kılan hoşlar 1-bab 64-ayette Zekariya'nın tili tutuluşu, zuvan gelişi diyen sözlerde işletilgen söz mü? Muşu glossa, yani Grekçe glossa diyen söz, til diyen söz. Anınki Luqa bayan kılan hoş haber 16-bab 24-ayet karsanlamı Bayi bilen Lazar'nın, tilemçi Lazar'nın hikayesi var. Şunun dumu Bayi deydi, Lazar gelip tilimga bir suv tekizib qo'ysa degan o'xshash mazmun bor. Shunda bu ya'ni ishlatilgan birinchi ma'nosi, ya'ni til degandiki asli ma'no qo'llanilgan buningga. Endi bu noma'lum tilning kelib chiqishi, ya'ni noma'lum tilda so'zlash, ya'ni muqaddas tilda so'zlash, ya'ni muqaddas tilda so'zlash davog'i nima desa, muqaddasroq sizlarning vujudinglarga tushadi, shuning bilan o'zinglarga noma'lum bo'lgan tilda so'zlaysizlar degan şu bir e'tiqodchilarga berilgan qobiliyat to'g'risida, ya'ni ya'ni Markus bayon qilgan xush xabar 16-bob 17-oyat qarasanglar, shu vaqtda muqaddas ruhning qudrati vujudingizga tushgan vaqtda sizlarga shunday noma'lum tilda so'zlash qobiliyatlar berildi degan shunday mazmun bor. Shu vaqtda e'longan so'z shunday noma'lum tillarda so'zlaydigan qobiliyatni, ya'ni muqaddas ruh vujudi tushishi bilan so'zlaydigan tilni noma'lum til deb atagan, deb tilga olgan. Hazrat Aysoning so'zlarini qavaqda shuna tilga olgan. Andan bu birinchilab ko'ringan alomat, ya'ni birinchilab paydo nerede ko'ringan vaqtimizda biz Hazrat Ayso elchiligining faoliyatlarining qismining 2-bob biz 3, 4, 5, 6, ya'ni 2-bob 3-oyatdan 10-oyatlargacha hatta 10-11-oyatlargacha butun undaq bir afsosni o'qib chiqadigan bo'lsak, shu vaqt e'tiqodchilar o'tib ketish yetidan keyin haligi, ya'ni muqaddas ruh ularning vujudiga tushgan vaqtida ular Yerusalimda jam bo'lib niqotalqi to'g'ri muqaddas ruhlar vujudiga tushgan, qattiq shamol chiqqandek bir ovoz anglab, ular ultravyoni qaplab e'tiqodchilar ustiga chiqqan vaqtida shu vaqt muqaddas ruh cho'mgan holat bor. Shu vaqt ular Xudo ato qilgan alohida qobiliyat bilan o'zlariga noma'lum tillarda Xudo madiha o'qishdi degan vaqtida, shu vaqtdagi o'zlariga noma'lum tillarda Xudo madiha o'qishdi degan so'z mush grek tilida glossa deb tilga olgan so'z. Bu vaqtda ular o'zlariga noma'lum bo'lgan tillarda Xudoga madiha o'qishdi degan vaqtida, buningda yana Xudoga noma'lum tilda so'z, ya'ni Xudo muqaddas ruh orqali kelgan
bu kabiliyet yani iki türlü holatda paydo bo'ldi, ikki xil rolda paydo bo'ldi. Birisi bo'lsa noma'lum til degan otida yana boshqalarning tili, boshqa haqiqiy mavjud bo'lgan boshqa millat, boshqa qabilaning tillarini ko'rsatadi. Ikkinchi ahvol bo'lsa, bu haqiqatan bir biz bilmaydigan sirliq bir til, ya'ni Xudoga so'zlaydigan, Xudo duo qilganimizda chiqadigan bir til deb mushaq ikki xil ma'noda chiqadi. Bu hammasi muqaddas kitobda o'tirib qo'yilgan tillar, lekin buni tafsiliy ko'rib bilsak, ya'ni birinchi ahvol ya'ni bu boshqalarning tilida, boshqa bir qabilalarning tilida so'zlagan vaqtda shu Hazrat Iso alayhisalom faoliyatlarida so'z chiqadi. Ya'ni bu vaqtda Yerusalimga, ya'ni Yerusalim ibodatxona yig'ilganlar qaya degan vaqtda bu vaqtda Yahudilar ya'ni surgun bo'lib, har yerlarga surgun bo'lgan vaqtlar bu. Osiyoning har yerlariga qarasanglar biz 8-oyatlar, ya'ni 2-bob 8-9 oyatlar qaragan bo'lsak, aramizda Partiya, Mediya, Elam, Mesopotamiya, Yahudiya, Kapadokiya, Pontus, Osiyo degan shu hozirgi Paris, ya'ni hozirgi Iran, Turkiyaning u yerlari degan o'sha yana shu o'ttiras, ya'ni nurg'un ya'ni jo'grafiyalik o'rnini qaraganimizda nurg'un o'rinlarga bu alqi, chunki ular Babylon tarafidan, Asurlar tarafidan surgun qilingan emas, Yahudilar surgun qilib har taraflarga chechilgan emas. Shunga ular lekin bu o'tib ketish yetida ular Yerusalimga yig'ilgan. Bular o'zining xuddi bu biz hozir qaldığımız o'xshaydi. Uyg'urlar hozir dunyoning har joyiga chechilganda biz agarchi biz fursat bo'lsa, har birimiz o'zimiz yashayotgan davlatdan balkim yetlar, bayramlar yoki oylar bir kunlar, ta'tillarda bo'lsa biz o'zimizning yurtimizga borib yig'ilgan o'xshashchu. Shunga o'xshash ularni Yerusalim yig'ilgan vaqtida, ya'ni shu vaqt yuz bergan ish. Shu vaqtida ularning orasida shunaqa har yerlardan yig'ilgan Yahudilar yig'ilgan vaqtida ba'zirimiz Amerikadan, ba'zirimiz Fransiyadan, ba'zirimiz Germaniyadan, inglizcha, fransuzcha, germancha, niderlandcha so'zlaydiganlar kelgan vaqtimizda shu muqaddas ruhning ta'siri bilan ba'zilar o'zlicha muqaddas ruhning kuch qudratida ba'zilar bo'lsa grechchani, ba'zilar bo'lsa inglizchani, ba'zilar bo'lsa fransuzchani so'zlaganga o'xshash shundaq aramizda shundaq tillarda, ya'ni ularning har qaysi joylardan kelgan shularning tillarida so'zlaganligini ko'rib, so'zlashayotgan itqachilarni ko'rib danq etib qolganliklari. Bu 2-bob 6-oyat qarsak, ular bu ovozni anglab itqachilar bayirga jam bo'lishdi hamda o'zining tillarida so'zlashayotgan itqachilarni ko'rib danq etib qoldi deydi. Ana shundaq har qaysi davlatlardan kelgan nurg'un ixlosmand yahudiylar shundaq itqachilarning o'zining tillarida, ya'ni har qaysilari har qanday jo'grafiyalik o'rniga kelgandi, lekin o'zlari kelgan shu o'rindan kelgan shu tillarda so'zligini qarab ular haqiqatan hayron qolgandi deydi. Shunga o'xshash bu yerda chiqqan so'z nima desa, shunga o'xshash noma'lum tillarda Xudoning ulug' ishlarini, shularning tillarida maqtaganliklarini ko'rsatdi. Ya'ni 2-bob biz 11-oyatga qaraydigan bo'lsak, 11-oyatning oxirgi qismini qaraydigan bo'lsak, hammamiz ularning Xudoning qilgan ulug' ishlarini bizning tillarimizda maqtaganligini anglayapmiz deydi. Shunga o'xshash bu birinchi mazmuni shu, alqi noma'lum til deganimiz shunday bir boshqa bir millatning, boshqa bir qabilaning tillarini ko'rsatadi. Buningdan biz nimani ko'ra olamiz degan vaqtimizda, buni ya'ni biz yaratilishning 11-bobda kelmadik, lekin 11-bob Babil munari meselesi buni hammamiz balkim o'qigan, bu hikoyani, bu mazmunni o'qigan. Ya'ni Babil munari qanday bo'lgan, Babil voqeasi qanday bo'lgan degan vaqtimizda bular o'zining nomini chiqarish uchun bir munar tiklayli deb turib, bular bir niyat, bir maqsadda munar yasayotgan vaqtida Xudo qanday qildi, Xudo ularning niyatining yomonligini ko'rib, ularning tillarini qalaymaqqonlashtirib degan so'z bor. Shunga o'xshash emas, biz hammamiz Uyg'urlar bir maqsadda bir narsa, bir ish qilyotdik. Lekin tasoddifiy biz hech qaysimizning gapini hech qaysimiz tushunmaydigan o'xshash. Tasoddifiy biz so'zlayapmiz, lekin tushunmayapmiz degan o'xshash. Hammamiz o'xshash Uyg'urdik, tasoddifiy birimiz germancha, birimiz inglizcha, ba'zilarimiz fransuzcha. Asli biz Uyg'urdik, lekin Uyg'urcha so'zlamay tasoddifiy ashuna bir so'zlarga so'zlaydigan bo'lib, boshqa bir millat bo'lib ketdik degan gap. O'xshash. Shuna bir tarqalish, ya'ni tillarning paydo bo'lganda Babil munari voqeasida. Lekin buningda, ya'ni millatlarning tarqalishi, chechilishi bo'lgan, ta'sir simol qilgan bo'lsa, lekin bu tillarning o'zlari noma'lum tillarda bo'lgan tillarda so'zlab Xudoga madihiya o'qish deganimiz nima desa, biz buni
har qaysi millat, har qaysi qabila, har qandaq bir qavm bo'lsin, bir niyat, bir maqsadda Xudoni madihlash uchun birlashganligini biz yana simvol qilgan bir mazmun. Ya'ni Xudoning nomini ulug'lashga. Babil munari bo'lsa, inson o'zining nomini ko'tarish uchun, nomini chiqarish uchun birlashgan vaqtda Xudo ularning tilini qalamaqalashtirayotgan bilan hozir Xudoning nomi uchun, Xudoning nomini ulug'lash uchun bir niyat, bir maqsad yig'ilgan vaqtida ularning tillari shundaq bir noma'lum tillar orqali bo'lsin, lekin shu har xil tillar orqali Xudoni madihladi degan o'xshash shundaq mazmunni ko'ra olamiz. Bu yana bu so'z, bu mazmun nada bishorat qilingan desa, bu Yeshaya payg'ambarning 28-bob 11-12 oyatlarda bu şu vaqtlarda Yeshaya payg'ambar orqali bishorat qilingan bir so'z. Ya'ni bu vaqtda Yeshaya payg'ambar nima deydi desa, bu vaqtda g'ayriy tillar so'zlaydiganlar orqali, yot millatlarning og'izlari orqali so'zlayman degan bir shundaq bishoratni Yeshaya payg'ambar allaburun deb o'tgan. Shuningga o'xshash buni bu so'zning, ya'ni bu bishoratning hozir bu yangi ahd, ya'ni bu Hazrat Isoning qutquzish ishidan keyin bo'lsa, ittifoqchilar jamoatchiligida mushundaq ishning, ya'ni bu shu bishoratning amalga oshirilganligini ko'ra olamiz. Buni ya'ni Korintiklar yozilgan 1-xat 14-bob 21-oyatga qarasak, Pavlus shuna deydi. Ya'ni g'ayriy tillar so'zlaydiganlar orqali, yot millatlarning og'iz orqali so'zlayman xalqimga, biroq ular yana itoat qilmas menga degan bir qo'llangan so'z orqali buni ko'ra olamiz. Ya'ni bu orqali nima desa, bu yerdan qaraganda, ya'ni shu Yeshaya payg'ambarning bishoratidan qaraganda bu o'zining amal bo'lgan tilda so'zlash, ya'ni Xudoning g'ayriy tillarda so'zlashishi bo'lsa, bu Xudoga e'tiqod qiladigan, ya'ni Yahudilarga emas, balki Xudoga o'ziga e'tiqod qilmaydiganlarga qaratilgan bir belgi. Ya'ni shuna o'ziga e'tiqod qilmaganlar, noma'lum tillarda so'zlaydiganlar Xudoning so'zini so'zlab, Xudoga madihlash, mana shuna bishoratning amalga oshirishganligini, amalga oshirilganligini biz yana shu noma'lum til orqali, ya'ni so'zlashlar orqali degan mazmun orqali biz ko'ra olamiz. Endi ikkinchi ma'nosi, ya'ni noma'lum tilda so'zlash, bu boshqa tilda emas, balki ya'ni boshqa millat, boshqa qabilaning tili emas, balki haqiqatan bir noma'lum til. Biz tushunmaydigan bir sirliq bir til desam, biz tushunmaydigan bir til desam bo'ldi. Shuna bir tilni ko'rsatadigan bir ma'nolari bor. Bo'libmi bu Korintiklar yozilgan xat, 1-xat 14-bobga qaraydigan bo'lsak, 14-bob 2-oyatda, ya'ni muqaddas ruhning bir kuchi bilan bir kishi o'ziga noma'lum tilda so'zlasa, u boshqalarga emas, balki Xudoga so'zlaydiganligini, ya'ni chunki uning so'zini hech kim tushunolmaydigan bo'lib, muqaddas ruhning kuchi bilan turli sirliq ishlarni so'zlaydiganligini, shundaq tilni biz, ya'ni noma'lum til deb, ya'ni glassa degan shu grekcha so'z bilan qo'llangan. Shundan bu shunday so'z, ya'ni boshqalarga emas, boshqa e'tiqodchilarga emas, balki Xudoga so'zlab, uning so'zini hech kim tushunmaganligi uchun tushunmaydigan til bo'lib, bu til noma'lum til, ya'ni shunday noma'lum tilda so'zlagichi bo'lsa, e'tiqodida o'zi yetildirish uchun Xudoga so'zlagan tilni shunday noma'lum til deb isbotlagan bir mazmun, ya'ni muqaddas kitobda shunday tilga oldi. Noma'lum tilda so'zlaganlar, ya'ni bu haqida noma'lum til so'zlaganlarning so'zini, ya'ni tushuntirib beradigan. Bunun qaraganda, ya'ni ayni vaqtda, ya'ni dastlabki jamoatchilik ichida noma'lum tilda so'zlasimi, ammo bu tilni so'zlash, bu tilni, ya'ni sirliq ishlarni so'zlaydi dedi emasmi? U so'zlagan sirliq ishlar agar Xudoning irodasiga, e'tiqodchilar jamoatiga oid so'zlar bo'lsa, buni cho'qim bir tushuntirib beradigan birining ham chiqadiganligini tilga oldi. Shuning uchun noma'lum til so'zlagan, agar bu noma'lum til so'zlaganlarning so'zini hech kim tushuntirib beramasa, bu so'zni hech kim tushuntirib beramasa, u holda bu so'z e'tiqodchilar jamoatining e'tiqodini o'sib yetilishi hech qanday yordam bo'lmaydigan bir til ekanligini so'zlab o'tdi. Shuning uchun noma'lum tilda so'zlash bo'lsa, bu xil noma'lum tilda so'zlash bo'lsa, tubki maqsadi bo'lsa, o'zining e'tiqodini yetildirish, ya'ni Xudoga so'zlab o'zining e'tiqodini yetildirish uchun so'zlaydigan bir til ekanligini ko'rsatdimizmi? Biz e'tiqodimiz, ya'ni endi qabul qilib, Xudo Iso Masihni Rabbim deb endi qabul qilgan vaqtlarda, ya'ni dastlabki e'tiqodimiz vaqtlarda biz qanday duo qilishni bilmay, Xudoga nimalarni deyishni bilmaydigan vaqtimizda, shu vaqtlarda ba'zilarda bu xil alomatlar ko'rildi. Ya'ni boshqa bir tilda so'zlaydigan, boshqa bir tilda duo qiladigan alomatlar ko'rildi.
şundaq bir alametlerini, yani şundaq bir dualarını, yani özü qana bir dua qilish bilmagan vaqtlarda, shu Xudoga dua qilgan vaqtlarda shundaq namalim tilda so'zlagan alametlarni ko'rildi. Lekin bu Pavlusning gapi bo'yicha bu Korintiklar yozilgan birinchi xat biz 13-chi bob qaraydigan bo'lsak, namalim tilda so'zlashning cheki bo'ldi, ahırı buldu deyin o'xshash qildi. Yani bu namalim tilda so'zlashning tükki maqsadi bo'lsa, e'tiqodda o'zib yetildirish keligini so'zlaydi. Çünkü biz dastlabki aytgan vaqtlarimizda biz qana duo qilishimizni bilmagan vaqtlarda, ama muqaddas kitobdan ba bizning uchun duo qilgan kim ba, muqaddas ruh bizning uchun Xudoga murojaat qildi degan so'zlar bor. Shunga o'xshash bu qalbimizdagi muqaddas ruh biz qana duo qilishni bilmagan, biz Xudoni to'liq tushunib qana duo qilishni bilib ketmagan vaqtlarimizda shunday bir Xudoning iltifotiga erishadigan ba'zan bir qarindoshlarimiz bor. Buni biz yo'q deb inkor qilmaymiz. Muşunun o'xshash buning tüpki maqsadi, buning nurg'un usul, yani ifodalanish shakllarini biz hozir mushunday bir qisqacha ko'rib o'tsak, agar buni texnik atrofli tushunib baqsam deganlar, mushunga men bayon tilga ilib o'tgan Korintiklarga yozilgan xat bo'lsin, baştaki Luqadin, Hazreti İsa elçilerinin faaliyetlari bo'lsin, shu mazmunlarni başdan oxiri o'qib chiqsanglar, bence sizlarga texmi yardım buldu. Lekin ba'zan bir yani Xudoning mushunday so'zining maqsadini, yani qanday ahvol ostida, qanday sharoit ahvol ostida bu xil ahvollarning kelib chiqqanligini, Xudoning bu xil iltifot hadiyalarini nima uchun bizga berganliklarini, bularning maqsadini, Xudoning bergan iltifotlarining mushunday manbalarini biz Xudo muqaddas so'z, muqaddas kitob orqali bularni to'g'ri tushunmagan ahvol ostida muqaddas kitobning ma'lum bir bo'lagini ham tutib olib, shuni ham biz ortiqcha buni chin tutib olib, shunday qilishni ta'kidlagan vaqtimizda bu bir g'ayriy bir ideyalar, g'ayriy bir iqtisodiy qarashlar paydo bo'ldi. Bunday qarashlar, bunday ideya iqimlar ko'p. Shunga o'xshash, ya'ni bu biz qaraydigan bo'lsak, bu mushunday namalim tilda, muqaddas tilda duo qilman deb o'tirib so'zlaydiganlar ko'p. Bularning tillarini tushunmaymiz. Buningda deydi Pavlusning gapi bor. Shunday namalim tilda so'zlab, buni boshqalarga tushunmasa, bu boshqalarning e'tiqodiga yetilishiga yardım bo'lmasa, bu faqat o'zinglar shuni so'zlagan vaqtinglar buning nima yardım bo'lsin. Boshqalar buni anglab, Xudoning haqiqatini, Xudoning so'zini, shon sharafini his qilmasa, buning hech qanday bir ma'no chiqmaydigan, ya'ni bu chalg'usiz bir asbob o'xshaydigan, shunday bir misol keraklarni keltirib so'zlaydi. Shunga o'xshash bu tilni haddidan ziyoda ta'kidlaydigan bir jamoatlarmi bor. Bunu bir başqa bir eqimning bir xil ifodalanishi deb qarasak bo'ldi. Shuning uchun bunday ideyalardan, ya'ni sog'lom bo'lmagan qarashlardan, sog'lom bo'lmagan ta'kidlashlardan Xudoning so'zini sog'lom holatda, to'liq holatda tushunmay, yuzaki holatda kelib chiqadigan shunday ifodalanishlardan biz o'zimiz farqlantira oladigan bir farqlantirish qobiliyati bo'lishi uchun shunday nuqtalarni kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, az bo'lsin, ko'p bo'lsin bir qatim tilga olib o'tsak degan maqsad bilan bu qatim buni so'zlab o'tdim. Buningdan boshqa muqaddas kitobning ayrim bir bo'lagini ham haddidan ziyoda ta'kidlaydigan, ya'ni nurg'un har xil yaxshi ifodalanadigan shunday ideyaviy iqimlar bor. Qarindoshlarning ya'ni bunday ideya iqimlarning biz tarixiy manbalari bo'yicha, jamoatning tarixi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bularning balki o'zining şekilleniş, ifodalanish bir usullari bor. Shuning uchun biz doim o'zimizni dang silib, hammani tamponlikni saqlash kerak. Haddidan ziyod bir nuqtani, haddidan ziyod yana bir nuqtani, haddidan ziyod bir bo'lakni ham bunday ta'kidlash emas. Xudoning so'zini boshdan oxir to'liq bilan, cho'nqurligi bilan, kengligi bilan, Xudoning haqiqiy maqsad, planlari bilan biz haqiqiy tushunishga texmo ko'p diqqat qilishimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun eng muhimi Xudoning so'zini to'g'ri tushunib, texnik cho'nqurlik bilan Xudo bilan haqiqiy bir munosabat, jonliq bo'lgan bir munosabatni o'rnashtirib, biz o'zimiz munosabatni bog'lagan vaqtimizda Xudoning muqaddas so'zini o'zimiz tushungan sari bizga anqarash qobiliyati, farq etish qobiliyati paydo bo'ldi va bizga muqaddas ruh bularni o'rgatadi. Muqaddas ruh bizga farq etish qobiliyatini, o'sha anqarash qobiliyatlarini,
hatta bizga o'rgatadigan nurg'un Xudoning so'zini yeyishadigan shunday bir nimalar orqali bizning qalbimizga xizmat qilib shunday anqirash qobiliyati farq etish qobiliyatlari orqali bizga nimaning to'g'ri nimaning xato nimaning haqiqiy sog'lom bo'lgan e'tiqod ekanligini bizga anqirashga yordam qildi deb o'ylayman. Shuning uchun qarindoshlarning Xudoning so'zi bilan duo qilib Xudoning so'zi bilan har bir ishlarni Xudoning so'zi orqali farqlantirishni diqqat qilishini umid qilaman. Bugungi mazmunum shunday uzrab ketdi, bugungi mazmun texmi uzrab ketdi. Shunday bo'lsa-mu bir qatim tilga ilishga tegishli masalalar deb qaradim. Bizning bu to'rda elib bo'lgan munoziramiz bo'lg'ashqa biroz bu munozira qismi bo'lib shunday savollarga nuqtalar ta'kidlaydigan nuqtalarni so'zlagan vaqtimiz bir tarafdan yana manlam so'zlasam buni aytdi jonli bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar mumkin bo'lgan bo'lsa naq maydon qilib o'zaro savollarni nuqtalarni munozira qilishgan bo'lsa bu texmi o'zib etilishimizga yaxshi bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa-mu shunday tayyorladim. Ko'pchilikmi bu nuqtalar haqida texmi o'ylash beqishini shundaylar ya'ni davomliq o'zinglarning o'ylaganlaringlar, o'zinglar o'ylagan masalalar, ta'kidlash tegishli ba'zi nuqtalar bo'lsa, Xudo ya'ni muqaddas kitob orqali qanday yashash to'g'riliq masalalar borligi bo'lsa, menga tatinmay yoki ansirmasdan hammani o'tirib qo'yishinglarni umid qilaman. Ma'qulamsa biz bugungi ya'ni keyingi qatimliq yaratilish ikkinchi bobida qaytadan ko'rishaylik. Xudo manglarga muqaddas ruhdan kelgan aql farosat, cho'nqur tushuncha, ro'shan qilib ato qilishini Xudodan tilayman. Ma'qulamsa Xudoga omonat.